إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli o'rganguchi ko'rurman qarindoshlar. Biz darsimizning davomini davomlashtiramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bugun o'tadigan darsimiz 9-dars. Bu dars umumiy mashq. Ya'ni umum ko'nikma. Biz asra shu 1-darsni tortib 8-darsgacha bo'lgan barliq mashq va qoidalarning hammasi yig'ilgan bir umumiy mashq. Ya'ni bu darsni ayt yaxshi to'g'ri o'qiy olsak, buningdan keyingi yangi muhim nuqtalarni to'g'ri tushuna olamiz, ham yaxshi bila olamiz. Bu 9-dars nihoyat muhim. 9-dars umum ko'nikma. Unda olsa men boshda har bir kalimani ayrim o'qiyman. Menga yakshib o'qiysizlar, keyin bolalar bilan birlikda mashq qilamiz. Unda olsa birinchi kalima qaraydigan bo'lsak, buningda hamza keldi, keyindan alif keldi. Shundaymi? Hamza qanday keldi? Zabar, ya'ni zabarli keldi. Buni o'qigan chog'imizda hamza alif zabar hamza alif zabar deb o'qiymiz. Keyingisi mim zabar ma nun zabar na amana. Hamza alif zabar chunki biz o'tgan safarlik darsimizda mayani so'zaymiz. Alif kelgan chaqda so'zaymiz deb o'tdik-ku. Hamza alif zabar so'zaymiz. Mim zabar ma nun zabar na amana. Keyingisi hamza alif zabar hamza alif zabar vav alif zabar va kichik alif kasmi aynda deymiz-ku. Vav alif zabar va mush buncha o'qiymiz. Keyingisi hamza alif zabar nun zirni ani ya zabar ya aniya ta do zirtin aniyatin hamza yazir i lam alif zabar la ila fazir fi ilafi keyingisi alif ya zabar ay alif ya zabar ay, ya'ni ya sakin keldi. Mayada olti karibni qaytib o'tamiz. Zabarni mayadagi sakinga qatamiz. Alif ya zabar ay nun zabar na ayna keyingisi bazir bi ha yazir hi. Mayada kichik ya keldi, kichik ya kes so'z aytdik-ku. Ha yazir hi bihi bunday so'zaymiz. Unda bo'lsa qarindoshlar, qog'ini o'zinglar shu biz ko'rsatmagan ulgu bo'yicha mush bo'yicha mashq qilasizlar. Biz arabcha uslubni, arabcha o'qilish uslubini mashq qilamiz. Hamza fatha, alif sukun, biz buni o'tdik. Demak, bu yerda tabiiy mad shakllandi. Shirkat miqdorida so'zaymiz. Shundaymi? Chunki alif keldi. Chunki bu yerda nimishqa qanday mad shakllandi desanglar, alif sakinlik keldi, oldi fatha keldi. Demak, alif mad bo'lib kelish shakli shartiga tushdi mishada. Shuning uchun mishada
birinchi bo'g'imda madva. Hamza fatha alif sukun biz buni o'qib bo'lgan, shunday bo'lsa-mu, yana bugun aytib pishiq bir qator takrorlaymiz, chunki bu darsimiz 9-darsning o'zi cho'ng bir mashq, ko'nikma. Mim fathama buni bilamiz. Nun fathana buni bilamiz. Hamda bu 3 bo'g'imni qo'shib bir kalima yasaymiz. Amana hamda bu darsimizda muhim nuqta, masalan bir kalima 3 bo'g'im yoki 4 bo'g'im yoki 5 bo'g'imdan tuziladi. Hamda qaysi harfda, qaysi bo'g'imda, ya'ni qaysi harfda mad bor, qaysi harfda mad yo'q, shuniga alohida diqqat qilamiz. Mad bor ya'ni so'zaymiz, mad yo'q ya'ni so'zmaymiz. Shuning uchun mad bor harflar bilan mad kelmaganlarni aralashtirib yetishga yoki tashlab qo'yishga qat'iy bo'lmaydi. Shunga shunga diqqat qilinglar. Masalan, ya'ni birinchi kalima bu 3 bo'g'im. Masalan, birinchi bo'g'imda mad bor, masalan, hamza fatha alif sukun tabiiy mad shikirga so'zliq. Mim fathama bu yerda mad yo'q. Chunki keyinda bu yerda alif yo'q, so'zlaydigan. Nun fathana bu yerda mad yo'q, keyinda alif yo'q, so'zlaydigan. Amana mad bo'yan so'zliq, yo'q yani so'zmaymiz. Amana tushunishlik bo'ldimi? Unda bo'lsa ikkinchi kalimaga o'tdik. Mishada bir fatha va mana hamzani tepasidan bir fatha va. Hamza fatha alif sukun o'xshashlar. Vav fatha alif sagira va bu yerda bu har ikkili bo'g'imda mad bor. Masalan, alif keldi, alif sukun oldi fatha, mishada bir fatha va dedik-ku. Demak, mayada bir mad bor. Vav keldi, vav fatha, keyindan alif sagira keldi. Alif sagira, vav sagira, ya sagira kasm o'xshash tabiiy mad bo'ldi-ku. Shu harakat miqdori so'z aytdik. O'tgan saatlik darsimizda o'tdik buni. Shung buningda har ikkili bo'g'imda mad bor. Va shunda bo'ldi. Unda bo'lsa keyindikisi hamza fatha alif sukun nun kasrani ani ya fathaya aniya ta kasratain tin aniyatin. Qayerda mad bo'lsa shu an so'zaymiz, mad yo'q ya'ni so'zmaymiz. Niyatin bu yerda mad yo'q, shundaymi? Birinchi bo'g'imda bu yerda mad bor, so'zaymiz, oxirini so'zmaymiz. Niyatin. Unda bo'lsa boshini tortib yana bir qatam kelamiz. Men o'qiyman. O'rganguncha qarindoshlar menga akishib o'qiysizlar, keyin bolalar bilan birlikda mashq qilamiz. Hamza fatha alif sukun mim fathama ama nun fathana amana hamza fatha alif sukun واو فتحة ألف صغيرة هر شكل بوغمدا مدوى. همزة فتحة ألف سكون نون كسراني آني يا فتحة يا آنية تا كسرتين تن آنية عندما يا صغيرة يعني ما يا ألف صغيرة وأخشش لام يعني تبي ما تشكل لندش لما همزة كسرة يا صغيرة إي لام فتحة ألف صغيرة لا إي لا هر شكل بقوم دمتوا إي لا هر شكل مقدار أخشش فا كسرة في إي في demak bu yerda tabiimat bo'lgandan keyin hammasi tabiimatning miqdori o'xshash shirkat. Birini uzun, birini qisqa qo'yishga qat'iy bo'lmaydi. Ilafi
همزة فتحة يا سكون أي نون فتحانة أين unda bo'lsa mayada ya keldi bu ya keldi nima so'zmaymiz buni ya kelgandan keyin endi biz bu yerda bu ya madmu yoki emasmi shuni qaraymiz madninki shartlariga tushsa so'zaymiz bo'lmasa so'zmaymiz unda bo'lsa buni qarab boqaylik ya sokinlik keldi demak birinchi shart tushdi ya sokinlik kelib oldi qanday kelish kerakdi ya'niki kasra ya sokin oldi kasra bo'lsa demak bu yerda ya mad harf bo'ladi tabiiy mad shakllanadi shu harakat miqdori so'zaymiz ammo bu yerda ya sukun oldi fatha kelib qolganlik uchun bu yerda ya mad harf emas balki lin harfi bo'ladi shundaqmi shunga ayna so'zmaymiz ayna deb so'zsak bu yerda xato ayna demak bu yerdagi ya lin harfi bo'ldi با كسرى بي ها كسرى يا صغيرة هي به نادي مدوسة شوية سوزايمز أمدا ما كلمة إنك آخر ده مدوا شنو ما آخر قبوم ده مدوا به وشن ده onda olsa mayada yangi bir nuqta bor bu yerda boshqa bir mad bor cho'ng madlar buni inshaalloh keyingi soatlik darsimizda tafsili to'xtaymiz bugun oddiy shaklda buni o'tab ketamiz ya'ni qaraydigan bo'lsak alif keldi mana bu qizil harf alifning oldi fatha demak bu yerda alif sukun oldi fatha mad shakllandi shundaymi mad shakllandi endi bu yerda bir qoida bor madning keyinda bu yerda hamza keldi demak mad harflarining keyindan hamza kelsa bu yerda boshqa bir mad shakllandi boshqa bir mad bu yerda biz 4 yoki 5 harakat so'zaymiz bu yerda tabiiy mad bo'lmaydi boshqa mad buni tafsilotini inshaalloh keyingi darsimizda so'zlaymiz demak hozir birdan og'iz gap qilsak tushunib olsak buni mad harflarining keyindan hamza kelsa 4 yoki 5 harakat so'zaymiz mad harflarining keyindan hamza kelsa bu yerda tabiiy mad bo'lmaydi boshqa cho'ng mad bor shu bo'ladi bu yerda 4 yoki 5 harakat so'zaymiz tushunalmi shunga mayani hamda jim fatha alif sukun emas alif mad deymiz jim fatha alif mad ja hamza fatha jaa 4 harakat so'zlik mazir jaa mana shunda keyindikisi ya'ni o'xshash shunga hamda jim kasra ya mad ma alif o'qilmaydi chunki ma duglik belga mana belga qo'yilgan har qanday harf o'qilmaydi-ku ma alif o'qilmaydi alif yo'q hisobda jim keyindan lam ya keldi shundami ya sukun oldi kasralik keldi demak bu yerda ya mad harfi hamda mad harf keldi mad harfning keyindan hamza keldi qancha harakat so'zaymiz bu yerda 4 yoki 5 ya 4 harakat yoki 5 harakat ikkisidan birini tanlaymiz jim kasra ya mad ji hamza fatha ji mana 4 qo'limizni bunda miqdorini o'lchsak bilan ji'a mana shu bo'yicha so'zsak bo'ladi jim damma vav sukun ju ayn kasratain ayn ju'in خا فتحة واو سكون خو فا كسرتين فين خوف خا فتحة يا سكون خي را ضمتين رن خير دال فتحة ألف سكون دا
واو ضمة واو صغيرة و داو دال ضمة دو داوود ذا الفتحة ألف صغيرة ذا لام كسرة لي ذالي كاف فتحة ك ذلك را فتحة را ضاد ضمة واو سكون ضو رضو رضو demak bu yerda oxirida madva radu radu desa xato radu xato chunki bu yerda rani kaydi madvami rani kaydi alif yo'q hech qanday madva yo'q rani so'zmaymiz bu maddarpi vav radu bugungi yangi darsimiz mana shuni bilan oxirlashdi keyingi darsimizda ko'rishaylik assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh